tinchlik bo'lsin. Bugun siz bilan didaxiya degan tarixiy bitta hujjat haqida gaplashmoqchiman. Didaxiya degan so'z grek tilida ta'limot, darslik yoki ta'limot deb tarjima qilsa bo'ladi. Buni yana boshqacha qilib Rabbimizning 12 ta havoriylari orqali barcha xalqlarga berilgan ta'limot yoki majusiylarga berilgan ta'limoti deb aytsak bo'ladi. Milodiy 1-asrning oxirida va 2-asrning boshlarida yozilgan deb taxmin qilinadi. Bu tarixiy masihiy hujjat va unda katexizisni birinchi turi deb aytiladi. Ya'ni katexizis degani iymonga endi kelayotgan yoki yangi iymonlilarga beriladigan darsliklar, ya'ni Xudo haqida, iymon haqida beriladigan darslarni katexizis deyshadi. Va shu bilan birga jamoatdagi munosabatlar, jamoatda qanaqangi xizmatlar olib borilishi kerakligi haqida bir xil fikrlar shu kitobda yozilgan. Endi kichkinagina kitobcha, bitta hujjatda shunaqa deb yozilgan. Ilk jamoatda bu hujjatni ko'pchilik bilishgan. Masalan, Aleksandriyalik Klement degan bir ilohiyotshunos Aleksandriya yoki Iskandariyadagi ilohiyotshunoslik maktabini boshlig'i bo'lgan. Undan keyin Origen degan odam uni o'rniga bo'lgan. Ya'ni Klement Aleksandriyskiy yoki Aleksandriyalik Klement juda ham mashhur teologlardan bittasi va u bu kitobni, ya'ni Didaxiya degan kitobni yangi ahdga qo'shilishini tarafdori bo'lgan va u chindan ham havoriylar tarafdan yozilganligiga ishongan. Ko'p vaqt davomida bu hujjat yo'qolgan deb hisoblangan. Shu ayrim qismlari yoki unga ishoralar shu haqida bir xil kitoblarda ayrim odamlar gapirilgan bo'lsa-da ham ko'p vaqt aynan o'zi to'liqligicha yo'qolgan deb hisoblangandi, lekin 1873-yilda Qudus shahridagi yoki Yerusalimdagi bir joyda shu hujjat topilgan va 1883-yil uni chop qilishgan, ya'ni boshqa joylarga ham tarqatishgan. Shu topilgan hujjat yunon tilida yozilgan, grek tilida yozilgan va 1056-yillarda taxminan yozilgan deb hisoblanadi va shu 1887-yilgacha Yerusalimdagi kutubxonada saqlanib kelingan. U yerda 16 ta bob bor va shulardan birinchi bobini bugun men sizga o'qib beraman. Demak, 1-dan 6-boblargacha turli xil nasihatlar yozilgan va 2 ta yo'l haqida gapiriladi. 7-dan 10-boblargacha jamoatda qanday qilib xizmatlarni borish kerakligini, suvda cho'mdirilish, ro'za tutish, ibodat qilish va yana boshqa qoidalar haqida gapiriladi va havoriylar, o'sha paytdagi yepiskoplar yoki ruhoniylar desak bo'ladi yoki jamoatdagi oqsoqollar qanday qoidalarni, qanday ta'limotlarni qoldirib ketganligini, nima haqida gapirganligini shu boblarda yoziladi. Keyin 11-dan 15-boblarda tarbiyalash haqida, voizlik haqida, masalan, kim noto'g'ri bir narsalarni gapiradigan bo'lsa, qanday disiplinani ushlash kerak yoki qanday qilib jazolash haqidagi umuman olganda gap ketadi va oxirgi 16-bobda esa eskatologiya, ya'ni oxirgi zamonlarda oxiratda nima bo'lishi haqida yozilgan bo'ladi. Endi esa men siz bilan shu kitobni 1-bobini sizga o'qib beraman. Keyingi boblarini tarjima qilingan bo'yi qo'yib boshlayman. Kanalimda milodiy yildan 1-, 2-, 3- va 4-asrlarda yozilib saqlanib qolgan tarixiy hujjatlar haqida sizga turli darslarni beraman desam bo'ladi yoki shular haqida sizlarga ma'lumotlarni berib yuraman. O'shaning uchun kimga qiziq bo'lsa shu kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar va qo'ng'iroqchani bossanglar, qachon yangi video bo'lganda sizlarga xabar keladi. Demak, Didaxiya Rabbimizning 12 ta havoriylari orqali barcha xalqlarga bergan ta'limoti. 1-bob 2 ta yo'l haqida ta'limot. 2 ta yo'l bor, biri hayot, ikkinchisi o'lim yo'li. Biroq ikkalasining o'rtasida katta farq bor. Hayot yo'li quyidagichadir. 1-dan seni yaratgan Xudoni sevishing shart. 2-dan o'zgani o'zing kabi sevgin hamda o'zingga sodir bo'lishini ravo ko'rmagan narsalarni boshqalarga qilma. Bu kalomning ta'limoti shudir: seni la'natlaganlarni marhamatla va dushmanlaring uchun duo qil. Seni quvg'in qilganlar uchun ro'za tut, zero seni sevganlarni sevsang, bundan senga qanday marhamat bor. Majusiylar, kofirlar ham xuddi shunday ish tutmaydimi? Sen esa sendan nafratlanganlarni yaxshi ko'r va shunda dushmaning bo'lmaydi. Bashariy va tanaviy yoki badaniy shahvatlardan uzoqlash. O'ng yuzingga urgan odamga narigi yuzingni ham o'girgin. Shunda barkamol bo'lasan. Kimdir seni 1 mila yoki 1,6 kilometr yurishga majbur qilsa, u bilan 2 mila ham yuraver. Kimdir to'ningni tortib olsa,
ko'ynagingni ham yechib ber. Kimdir sendan mulkingni olsa, qaytarib ber deb so'rama. Zero bunday qilolmaysan. Sendan so'raganga so'raganini ber va qaytar deb talab qilma. Zero ne'matlar hammaga berilishi otaning istagidir. Ilohiy qonunga binoan nimadir bergan odam baxtiyordir, chunki u aybsizdir. Qabul qiluvchining olganning holiga voy. Zero kimdir muhtojlikda bo'lib qabul qilsa, yordam mablag' olsa, aybsiz bo'ladi. Biroq kimdir muhtojlikda bo'lmay turib yordam mablag' olsa, u nima sababdan va qanday maqsad uchun olganiga hisobot beradi. Qamoqqa olinib qilgan ishlari bo'yicha so'roqqa tutiladi va oxirgi tiyinini to'lamaguncha u yerdan chiqa olmaydi. Matto 5-bob 26-oyat. Lekin bu mavzuda yana shu gap aytilgan. Ersonni kimga berishingni bilib olmaguningcha qo'lingda ersoning terlab ketsin. Mana shu birinchi bobi. Shu yerda videoni tugataman. Sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Obuna bo'lishga, qo'ng'iroqchani bosishga esingizdan chiqmasin. Qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirsangiz bo'ladi va bemalol bu videoni boshqalar bilan bo'lishing. Boshqalarga kanalim va bu yerda bo'lgan narsalar haqida bemalol gaplashib aytib bersangiz bo'ladi. Hozir esa hammangizga Xudoning tinchligini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling. Aqli raso kishilar mening so'zim eshtinglar. Ikki yo'lni ajratib farqini siz bilinglar. Ongi miskin kishilar yaxshi bitik bilmaslar. Yolg'on so'zga ishonar, hamma olovga tusharlar.